mashg'ulotda qilinadigan 7 ta katta xato. Ko'pchilik ochiq mashg'ulotda yaxshi tayyorlangan bo'lsa ham past baho oladi. Sababi Bugun men shu xatolarni va ularni qanday to'g'rilash haqida aytaman. Birinchi xato: reja bilan mashg'ulot mos kelmasligi. Hujjatda yozilgan reja bilan amalda o'tilgan mashg'ulot to'g'ri kelmasa, komissiya buni darrov sezadi. Yechim rejani aynan bajara oladigan darajada yozing. Ikkinchi xato: agar bolalar faqat sizni tinglab o'tirsa, bu ochiq mashg'ulot. Yechim esa savol-javob, o'yin va harakat majburiy bo'lsin. Uchinchi xato: juda murakkab topshiriqlar. Biz xohlaymizki, komissiya hayron bo'lsin. Lekin bolalar qiynaladi. Yechim oddiy, lekin mazmunli topshiriqlar tanlang. To'rtinchi xato: vaqtni noto'g'ri taqsimlash. Boshlanishiga ko'p vaqt ketib, asosiy qismda shoshilinch bo'lib qoladi. Yechim esa har bir bosqichda oldindan aniq daqiqa belgilang. Beshinchi xato: ko'rgazmali materiallarni noto'g'ri ishlatish. Material bor, lekin bolalar ko'rmaydi yoki tushunmaydi. Yechim: material bolalar ko'z darajasida va har biri uchun bo'lsin. Oltinchi xato: siy aloqa yo'qligi. Bolalar sizdan qo'rqsa yoki zeriksa, mashg'ulot yurmaydi. Yechim: tabassum, rag'bat va iliq muomala bo'lsin. Yettinchi xato: mashg'ulot oxirini xulosa qilmaslik. Oxiri xulosasiz qolgan mashg'ulot to'liq baholanmaydi. Yechim: 2-3 ta jumlada bolalar bilan birga yakun qiling. Agar shu xatolardan bittasini ham to'g'rilasangiz, ochiq mashg'ulotingiz darajasi oshadi. Keyingi videoda esa shu 7 ta xatoni umuman qilmaydigan tayyor mashg'ulot ko'rsataman.